Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Xo'p, dushovoy bo'ladi bir tarafi garderob shkaf, o'rtada aristonga joy bo'ladi. Xo'p, dushovoy tayyor qilinmagan. Biz dushovoyga moslab chiqib ketamiz. Egalari ichkaridan keyin yana dushovoy отдельно olib chiqib olishadi. Xullas shunaqa holat, sekin ko'rsatib boraveramiz. Hali bunaqa stilda qilib ko'rmaganmiz. Endi boshlayapmiz. Agar o'xshab qolsa, bunaqani ko'p qilaveramiz. Ko'pchilik so'raydi. Biz avval qilib olinglar dedik. Qani bir qilib ko'raylik. Mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Dushovoyga отдельно joy tashab ketilyapti. Tashqariga chiqarildi. Bemalol o'sha dostуп qiladigan darajada. Xo'p, o'rtaga ariston o'rnaydi, chekka shkaf bo'ladi. Tayyor qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Andijon viloyati Buloqboshi tumanida tayyorlagan devor mebelimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, dushovoyga xot tashab ketdik. O'sha bemalol tepasiga ochilgan. Biz joylarni qoldirib ketdik. Bemalol ko'tarilaveradi. Xo'p, o'sha-moshlari vakuumli. Xo'p, bu joyi aristonga tashalgan. Bu tarafda garderob qimmat varianti. O'sha so'z ishlari korobka bo'lgan. Narxi 5 million 100 ming so'm bo'ldi. Andijon viloyati Buloqboshi tumanida tayyorlab berdi. Rahmat hammaga yetib borish.